sport tomonlama razgovor qilaman desa, men tayyorman. Biroq aktiv yig'ish, mana xayoli aktiv yig'ish, xayib qilish. Oktagonga chiqqisi kelyapti, u ko'plab yezib tashlaygan. Oktagonga chiqa olmayapti. Oktagon ham kimni olishni biladi, mujiki. Hamma yoqqa bo'rilar, hamma sherlar, dastoyni bolalar urush qilyapti deb o'ylayman, hammasi. Ne qarasanglar, dastoyni bolalar O'zbekistonning bayrog'ini o'tgan safar ko'tardi. To'g'rimi? U O'zbekiston oktagonga chiqmoqchi ekan, ko'p aytishgan, uni qabul qilishmagan. Aytsa, Parviz aka bu O'zbekiston menejeri. Oktagonga qo'yadi O'zbekistonni, bolalarini. Unga iltimos qilinadi, aytilaydi, aka, shunaqa bolalar bor, nima deysiz? Unaqa xayib yig'gandan ko'ra, bunaqa narsa qo'yib qo'ygandan ko'ra, unaqa narsa emas. Ular ham kimni olishni biladi. Bunaqa xayib kerak emas. O'zbekiston bir-biri. Shunaqa bayislar borki, shunday bayislar bor. O'zbekistonni bachalarini urib qo'ygan xayibchilar yuribdi-ki, inshaalloh ular bilan bir-bir gilazma-gilaz gaplashamiz inshaalloh. Ringni Sulton Ro'ziboyev 17-may kuni o'zining navbatdagi jangini o'tkazadi. Janggacha bir necha kun qoldi. O'sha kuni unga Dastin Sholfuz raqiblik qiladi. Jangni jonli efirda bizning Telegram kanalimiz orqali ko'rishingiz mumkin. Manzil profil shapkasida o'tib obuna bo'lib qo'ying. O'tkazib yubormang.